alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatib o'tirgan do'stlar. Bugun ko'rishmas mumkinmiz. Urganch shahrida Boran zapravkani yana keldik. 7 qavatli binoning 5-qavatida liftimiz ishlab turibdi aziz do'stlar. Liftimiz ham ko'rsatamiz. Liftimiz bemalol ishlab turibdi bu yerda. Yana 3 xonali 106 kvadratli, ya'ni subsidiya asosida ham birlamchi variantli joyimiz bu. Yurtdoshlar ko'rib turganingizda yana girgandan prixoshkamiz ham keng xili. Bu yonimizda girgandan hojatxonamiz bo'ladi ekan. Hojatxonamiz. Joyimiz subsidiya birlamchi, ikkilamchi variantli joyimiz. Bu yerimiz oshxonamiz bo'ladi. Birimiz endi oshxonamiz tashkil qilingan, hammalari montajlab o'tirilgan, gaz, svet, suv hamma ishga bor edi. Yurtdoshlar, ochiq balkonimiz ham ega. Berimizda ochiq balkonimiz ham bor. Yurtdoshlar 3 xonali 106 kvadrat, ya'ni hovli joy desam bo'ladi buni. Bu yonimizda spalni deb aytiladi. Spalnimizni razmerlari ham katta ochiq balkonimiz ham bor. Yurtdoshlar, hamma biladi deb o'ylaymiz. Boran zapravka Xorazm viloyatida Boran zapravkani yonida hamma biladi bellarni. Bu yonimiz nasi? Bu yonimizda mehmonxonamiz. Mehmonxonamizni kattaligini aytib o'tamiz. Mehmonxonamiz ham kattagina ekan. Tashkil qilingan, montajlab o'tirilgan, remontga qarab turibdi. Variantli joy, yana bir aytaman, variantli joy so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, sirasi shu joyimizni tarqatamiz. To'g'rimizda samuzelimiz. Aytib turgandek, gaz, svet, suv muammosi yo'q. Hamma ish ulangan. Yurtdoshlar, bu yonimizda yana bir xonasi, ya'ni bu yonimiz ham mehmonxona bo'ladi. Mehmonxonamiz ham kattalik ham arg'isidan bitta kichkina ekan. Yurtdoshlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Subsidiya so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, tarqating. Narxi ekranda yozilib turadi. Ekranni oxirida yozilib turadi. O'tkazmasdan ko'ringlar yurtdoshlar.